Hammaga salom do'stlar, mening ismim Mambet va esingizda bo'lsa, Salom, seni uying seniki emas. Endi tushunmadim nimaga? shu tariqa meni qishloqdan haydab yuborishgan edi. Lekin men endi o'rmonda uy qurib oldim. Avvalgi qismni ko'rmagan bo'lsa, kanalga kirib ko'ring va albatta obuna bo'linglar. Chunki do'stlar, bu juda ham vahimali holat. Meni shunchaki nohaqlarcha qishloqdan haydab yuborishdi va bugun biz qasos olamiz. Ha do'stlar, biz qishloqdan o'zimizniki bo'lgan narsalarni o'g'irlab ketamiz. Gap shundaki, men u yerda bir narsani qoldirib ketdim va o'sha sirli narsani bugungi videoda olishga harakat qilamiz. U bizning uyimizda juda ham katta muhim rolga ega. Bilasizlarki, bizning uyimiz chuqurlikda joylashgan va u narsasiz biz shunchaki bo'g'ilib o'lib qolishimiz mumkin. Ha do'stlar, dahshatli o'lim ortimizdan kelishi mumkin. Men esa buni istamayman. Shuning uchun ham do'stlar, bugun biz o'sha narsani qishloqdan o'g'irlab kelamiz va bu narsa nima ekanini bilish uchun videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Ha do'stlar, hozir esa kelinglar, endi o'zimizni mayda-chuyda ishlarimizni qilamiz va mana bu joyni ham unutmaslik kerak, chunki bu yerda biz o'zimizga bunker quramiz. Ha do'stlar, yaqin orada aytishlaricha zombi apokalipsi boshlanar ekan, shuning uchun ham mana bu yerdan suv olamiz, o'zimizni shu yerdagi g'or ichida bunkerda yashaymiz. Buning uchun esa bizga Rizl do'stimizning yordami kerak bo'ladi. Qaysi Rizl do'stimiz haqida aytayotganimni hech kim bilmayotganligi aniq, shuning uchun ham avvalgi qismlarni ko'rsangiz bilib olasizlar. Ungacha esa uyimizni yana ham mukammallashtirib olishimiz kerak, chunki hamma biladiki, bu yerda yaxshi uy bo'lmasa biz albatta yashay olmaymiz. Shuning uchun ham men uyni chiroyli holatga keltirishim kerak. Undan boshqa ilojim ham yo'q, chunki o'zingiz bilasizlar qanchalik men qishloqliklardan xafa ekanimni. Shuning uchun ham tak buni bu yoqqa qo'yamiz va bo'ldi. Hammasi yaxshi. Endi esa buni olamiz. Yana nima bor? Boshqa hech narsa kerak emas. Tak, yo'q, stop. Do'stlar, bilasizlarmi, o'sha narsani o'g'irlab kelmasaga bo'lmaydi. Agar hozir aytsam spoiler bo'lib qoladi. Shuning uchun ham mayli. Devorni mana bu tarafini ocha qolamiz, chunki aynan shu yerda biz uyimizni kengaytirishimiz mumkin bo'ladi. Uyimiz mana shunday tagroqda joylashgani uchun ham yerning ichida biz uyimizni istagancha kengaytirishimiz mumkin bo'ladi. Yana ham chuqurroq bo'lsa yaxshi bo'lar, lekin chuqur qilib yuborsam xunuk bo'lib qolishi mumkin. Hozir esa tepadan shunchagina 2 blokligi ko'rinib turibdi, xolos. Bu esa bizga qo'l keladi. Tashqaridan juda ham kichkina uydek ko'rinadi. Ichkaridan esa bu yerda katta prostranstvo bemalol yashashi mumkin bo'ladi va videoni oxirida umid qilamanki, xo'sh, bunga hamma guvoh bo'ladi. Tepani yopishimiz kerak va keyin yer bilan ko'mib tashlaymiz ko'rinmasligi uchun. Tak, qani yer bor va ko'rinib qoldi, lekin hech qisi yo'q. Buni hozir yopib tashlaymiz. Bu qiyin narsa emas. Tak, yaxshi va mana bo'ldi. Do'stlar, mana bu menga yoqyapti. Mana bu haqiqiy bunkerli uy bo'lyapti. Albatta yog'ochdan, lekin hozircha do'stlar bo'laveradi. Hali qishloqliklar ko'rib hayron qolishadi. Juda ham qattiq pushaymon qilishadi meni haydab yuborishgan uchun, chunki mana shunday chiroyli uylar qurishim mumkin edi. Ularga ham qurib berishim mumkin edi. Chunki do'stlar, kim bilmasa, men o'rmonchiman. O'rmonchilar esa daraxtdan eng zo'r narsalarni yasay olishadi. Kim bilmagan bo'lsa, mana endi bilasizlar. Tak, buni joylaymiz va tiqilib qolamiz. Nursin, xo'sh, mana bunday chiqib olamiz va bo'ldi. Xo'sh, kravat qani edi? Kravatni ham o'rnatishimiz kerak va Nursin tushib ketdi plita. Mana bu yerga qo'yamiz va bo'ldi. Mana shu yerda bemalol yashashimiz mumkin, uxlashimiz mumkin. Bu yerga ham qutlarni olib kelishimiz kerak, lekin hozircha qishloqqa borish niyatim yo'q, chunki hali men uyimda yashab yurgan Rizl va Mir bo'lishi mumkin. Ular esa menga qishloqda yurishga qo'yishmaydi, chunki meni u yerdan rasman haydab yuborishdi. Ha do'stlar, mana bu yerni ham hozir shkaf qo'ysa bo'ladigan holatga keltiramiz. Hamma yoqdan daraxt qo'yib, mana bunday qilsak boshqa gap. Va bu yoqqa hozir mana ajoyib, mana bu boshqa gap do'stlar, mana bu boshqa gap. Mana bu yerda maza qilib yashash mumkin. Hamma hayron qoladi hali. Tak, faqatgina mana bu yerga zina bilan almashtirish kerak. Zina qayerda edi mana? Endi esa kelinglar, tak, bu yerni hozir almashtiramiz. Bir blokni qoldiramiz, yana qo'shimchasini yasab o'tiraman. Shunda chiroyli formaga ega bo'ladi mana bu yoqqa va do'stlar, mana bu boshqa gap. Hammasi relyefli bo'ldi. Endi esa qishloqqa borishga tayyorlanishimiz mumkin, chunki u yerdan qutlarni olib kelishimiz kerak. Ha do'stlar, va albatta narsalarni o'g'irlab kelamiz. Bu juda ham muhim. Ungacha esa mana bu yerni ochishimiz kerak, chunki bu yerga ham narsa qo'yamiz, aynan sandiqlarimizni. Ha do'stlar, chunki uyni mana shu o'rta tarafi bo'sh bo'lishini xohlayman. Bunday ham narsa kichkina ixcham bo'lgani ham yaxshi, lekin tor bo'lib qoladi, uy xunuk bo'ladi. Shunga mana bunday qilaman. Tak, stop, yo'q do'stlar, mana bu yerga qo'ymagan ma'qul, chunki bu yerga baribir ham yer qo'yamiz, ko'rinmaydigan joylarga ekonom qilish mumkin. Mana bunday va ustidan devor. Do'stlar, mana boshqa bu yerga katta bir shkafni ham qo'yish mumkin, lekin bizga hozircha sandiqlar yetadi. Chiroyli bo'ldi. Endi esa torshirni bu yoqqa qo'yamiz va bo'ldi do'stlar. Ajoyib, bemalol shu yerda endi yashashimiz mumkin. Lampa bor, bemalol magazin olib qo'yamiz va
Yaxshi, hamma narsani bu yerga qaytib tashlaymiz. Yana uyimizni qanday qilib kuchaytirishimiz mumkin? Shu haqida o'ylash kerak va albatta gaz plitani o'rnatishga mana bu yerga qo'yib bo'lmaydi, lekin mana bu yerga qo'ysak bo'ladi. Hamma mayli, shu yerga qo'ya qolaylik. Tak, qanday edi? Lopatkani olamiz va albatta boltani hamda doskalar bizga kerak bo'ladi. Bu yerni ochib tashlaymiz va endi bu yerga hozir devorlarni o'rnatishni boshlashimiz mumkin. Yaxshi, doskalarni qo'yib chiqamiz. Chiroyli bo'ldi. Yaxshi, bu yerga endi plita yoniga esa yana biror nima o'rnatamiz va hozir shu bilan shug'ullanishni boshlaymiz. Birinchi navbatda esa xunuk joylarni yopib chiqqanimiz ma'qul. Qoyil do'stlar, uyimiz buni qaranglar, qanday katta bo'lib qoldi. Bu yerda hozir endi bemalol yashash mumkin, hattoki mehmon chaqirish ham mumkin, chunki uyimizni hajmi bemalol bir necha kishini sig'dirish ketadi. Albatta kravatlari yo'q, lekin kravatlar uchun ham qo'shimcha joy ochishimiz mumkin bo'ladi. Bu uyni istalgancha kengaytirish mumkin. Masalan, bir qavat pastga tushishimiz mumkin. Bu juda ham yaxshi narsa deb hisoblayman, chunki biz qishloqda bo'lsak, u yerda ajratilgan hududda yashashimiz kerak bo'lardi. Bu yerda esa o'zimiz istagancha katta hududda yashashimiz mumkin. Mana bu yerlarni yopamiz va bo'ldi. Mana bu boshqa gap. Mana bu zo'r bo'ldi. Mana bu krutoy do'stlar, mana bu krutoy uy. Tak, hozir esa qishloqqa boramiz. Ungacha esa kelinglar, oldimizni ham chiroyli qilib olaylik. Qishloqdagilar ko'rib hayron qolishadi. Qanday zo'r uyi bor ekan mana bu yerda deb. Ha, mayli do'stlar, bularning hammasi umuman boshqa gap. Qishloqdagi ahmoqona uylar emas. Xo'sh, endi esa bizga lyuklar kerak, chunki hozir biz bu yerni yana qo'shimchasiga kuchaytiramiz. Aynan mana bu yerga hozir deraza qo'yamiz va yopib qo'yamiz. Yaxshi, issiqni ushlab turish uchun ikkitalik deraza va eshikni ham ikkitalik qo'yamiz va birozgina ko'ngildagidek chiqmadi, lekin mayli, keyin to'g'rilab qo'yamiz. Hozir esa bu muhim emas. Bu yerga tashlab qo'yamiz va bo'ldi. Yaxshi, endi esa yana nima qilishimiz mumkin? Buni qaranglar do'stlar, uy qanchalik katta bo'ldi. Hattoki yer tagidagi kichkinagina joy ekanligi ham bilinmaydi. Ha, buni qaranglar, potolok baland, qo'yishga narsalar uchun joylar ko'p, hammasi chiroyli. Tashqaridan esa bor yo'g'i 2 blokli kichkinagina hujraga o'xshaydi. Ha, mana bu jitellarni hayron qoldirishi aniq. Bu yerga kelishganda, ha do'stlar, men ularni chaqirmoqchiman. Mana ko'ringlar, sizlarga shunaqangi uylar qurib berishim mumkin edi deb, lekin ularning omadi kelmadi. Tak, do'stlar, yaxshi narsalarimizni olamiz va bo'ldi, qishloqqa borishimiz mumkin. Bizni qishloq kutib qoldi. Umid qilamanki, anavi jitel ketgan, o'ziga yangi ish qidirib, mayli keyinroq eshik bilan shug'ullanamiz. Hozir esa narsalarni olib kelishimiz kerak. Tak, sekin. Xo'sh, qo'shni. Ha, ketdi mana u. Ha, ketdi. Fermanga ham qaraysanmi? Ferman bor, esimdan chiqdi-ku. Qarab qo'yda, mer ko'rsa yomon bo'ladi. To'g'ri aytasan, mayli, shu bilan hozir shug'ullana qolay, keyin esa o'zim narsamni olaman. Ha, bo'ldi do'stlar, uydan hozir olib ketamiz. Bu yergacha esa biz qilishimiz kerak bo'lgan ishlarni qilib ketishimiz kerak. Aynan fermani to'g'rilashimiz, chunki biz nima bo'lgan taqdirda ham fermada ishlaymiz va meni uydan haydashgan bo'lsam, ferma uchun pul berishyaptimi? Demak, ishimni qilaman. Bo'ldi, mana bu yerlarni ham yopamiz. Yaxshi va ajoyib, ikki taraflama hammasini yopib chiqdik. Qoyil va bo'ldi. Oxirigacha yana oxirgilari ajoyib. Mana shu yerda ishimizni to'xtatamiz. Bo'ldi. Hozir esa kerakli narsamni uyning ichidan olaman. Davay. Qanaqa do'stlar, hech kim yo'qmikan? Ha, hech kim yo'q va nima bu yerga qanaqadir stol, bu oyoqchali stol, tushunmadim. Hammasi g'alati, hech narsa yo'q bu yerda. Tak, mana buni olishimiz kerak do'stlar. Bu gazni vысечкасы, ana shu bizga kerak bo'ladi, chunki plitadan chiqayotgan is gazdan himoyalanishimiz kerak. Tak, Mirning yoniga borib kelaylikchi, bu yerdan o'tmagan ma'qul va hozir to'g'ridan uni uyiga boramiz. Mebellar menga kerak emas, kirib o'tmoqchi edim. Ha, mayli. Tak, janob mer, yo'q, janob mer. Ovoz chiqmayapti, mayli. Demak, bu yerda yo'q ekanda. Ha, mayli, keyinroq kelib ketaman. Hozir esa kelinglar, shunchaki qaytamiz. Xo'sh, nima bo'ldi? Mer yo'q ekan. Tushunarli. Mayli, kechroq kelaman. Bo'pti. Xo'sh, yaxshi do'stlar, endi esa kelinglar, biz hozir vысечкamizni o'rnatamiz va hammasi 100% yaxshi bo'ladi. Bemalol shunda yashashimiz mumkin bo'ladi. Tak, mana bu eshik esa menga yoqmayapti, shuni to'g'rilaymiz. Bilmadim do'stlar, qancha vaqt o'tdi, lekin juda ham qiyin bo'lyapti. Mana bu eshiklar umuman noto'g'ri qo'yilyapti. Qanday qo'ysam ekan? Tak, nihoyat mana men xohlagandek qo'yildi. Bir taraflama bo'lib, Jennerson shuncha ish qilishga to'g'ri keldi. Har xil chasiga qo'yib ko'rdim, har xil devorlar qirib yoniga, lekin bo'lmadi va mana endi nihoyat bo'ldi. Endi bu yerni yopishimiz mumkin. Tak, ajoyib ko'milgan uy, qoyil. Mana bu yerda endi yashashimiz mumkin. Maza qilib, hech kim bizni bu yerda bezovta qilmaydi va yaqinda qishloqda biznes ochamiz. Bu yerga qishloqni egallaydigan yangi o'yinchi kerak va u men bo'laman. Mana bu yoqqa esa hozir ochamiz va vысечкani o'rnatishimiz kerak. Yopdik, qo'ydik va bo'ldi. Endi esa tashqaridan yopib chiqish kerak, hammasi chiroyli bo'lishi uchun. Chunki tepadan mana bu yerni yopmasak, yog'och ko'rinib turadi. Yana ustidan qo'yishga yer bormikin menda? Ha, buni qaranglar, bor ekan.
qo'yil tak narsani chiqib olamiz va bo'ldi. Endi esa bu yerlarni chiroyli qilishimiz mana bu yerdan qo'yamiz. Hammasi rostakamga ko'milgan uyga o'xshashi uchun. Vau do'stlar, mana bu shedevr iskustvo bo'ldi. Mana bu uyda yashash mumkin bemalol. Ha, mana shu yerda men o'zimni hurmat qilgancha yashab qolaman. Qishloqliklarning kichkinagina uychalarida emas. Ha do'stlar, uzoqdan ham chiroyli ko'rinadi. Shu yerda qolishimiz mumkin. Qoyil, meni uyim zo'r bo'ldi.